Oson ko'paytirish usullarini o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan ajoyib bir usulni qo'llaymiz. Demak, 16 ni 35 ga ko'paytirishimiz kerak. Bunda yana bir yo'limiz bor. 16 ni bir tomonni, ya'ni 2 ga bo'lib olamiz. Keyingisi o'ng tomonni esa 2 ga ko'paytirib olamiz. Bunda ham natija o'zgarmaydi. Chap tomonni 2 ga bo'ldik, o'ng tomonni esa 2 ga ko'paytirdik. Bunda qanday bo'ladi? Bilamizki, 16 ni 2 ga bo'lsak 8 chiqadi. Va uni ko'paytiramiz. 35 ni 2 ga ko'paytirsak 70 bo'ladi. Xuddiki 8 kare 7 56 ni yozganday yozib qo'yamiz va yoniga mana bu 0 ni ham qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 560 javob ekan. Oson, ha? Keyingisiga o'tamiz. 22 ni 45 ga ko'paytirish. Misol uchun bu tomonni 2 ga bo'lib olamiz, bu tomonni esa 2 ga ko'paytirib olamiz. 45 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 90 chiqadi. 22 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 11 chiqadi. Bularni bir-biriga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni ko'paytirish ham nihoyat oson, ko'rib turganingizdek. 11 ni biz shunchaki ko'paytirib turib 99 qilib yozamiz va yoniga 0 ni ham qo'yib qo'ysak bo'ldi. Javob tayyor, 990. Keyingisi 32 ni 22 ga ko'paytirish, ha? Bunda ham misol uchun deylik, chap tomonni biz 4 ga bo'lib olishimiz mumkin. Ha? O'ng tomonni esa ko'paytirib qo'yamiz 4 ga. Nima bo'ladi? 32 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 8 chiqadi. Buni ko'paytiramiz. 22 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 88 chiqadi. Va natijani yozsak bo'ldi. 8 kare 8 64. 4 ni yozib 6 ni dilda saqlab turamiz. 8 kare 8 yana 64, 6 dildagi bilan 70 bo'ladi. Ko'rib turganingizdek javob tayyor 704. Buni aslida olganda biroz mashq qilganingizdan keyin tasavvurda ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday siz ham 24 ni 51 ga ko'paytirib, natijalarini kommentariyada qoldiring.